Assalomu alaykum. 4 kilo hafta savdo kanali ve 12 YouTube kanali obunachilari, sizlere bugün bir qisqacha mashinalarni obzor etib o'tamiz. Ko'pchilik ishlar o'tib qolib turganlar bizdan mashinalar narxlarini so'rab turibdi. Hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Ishlarimiz ko'p bo'ldi, shuncha video qila olmadik. Assalomu alaykum podpischilar, 12 oy 4 kilo hafta savdo podpischiklari. Yamanından video bo'ladi. Qaranglar, bizda уже inomarkalar ko'payib boshladi yine. Turbaydi yine qaranglar, уже adamlar gap boshladi, shunga to'xtatyapmiz yine. Midnight MCM'lere so'rab turibdilar yine. Bu 259 Premier bo'ladi, bu 2020-yil. Mashinamızın narxini aytib o'tib ketaman sizlarga. 220 milyon so'm pul. Mashinamiz dim ideal holatda, propallar ham ustanobga berilgan. 4 tane bo'sh balonlari bor. Krasi 100% toza, 20 ming probeg. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Eltiz Tracker. Mashinamiz 100% radno görüp tekshirib olaverasiz. Balonlar toza o'xshaydi. Yine yumshoq balon qo'yilgan ekan. Görəsiz buni narxini ishlatsa o'zi avadik bu mashinani, lekin ayrim bir sabablarga ko'ra zudlik bilan sotilishi kerak bo'lib turibdi. Shuning uchun sizlarga vafshim bo'lmagan narxda qo'yib beramiz. Egasini ömrünü danıgan ham chiqar. Shu pashti o'zini bahasına tushib qoladi bu mashinasi. Probeg ichadi. 20 ming probeg Eltiz. Mashinamiz albatta sizlarga yoqib qoladi. Videoning oxirida narxlar bilan tanishtirib o'taman. Xudo xolasa obzorimiz davom etadi. Yine ko'rib turibsizlar. İdeal holatdagi Tracker izlab yurganlar, xolasozlar barter, xolasozlar ikkilamchi savdo, xolasozlar ozroq nasiyagan bari o'ramiz. Narxi 205 milyon so'm pul, zudlik bilan sotiladi. 4 yil hafta savdoda sizdan kutib qolaman. Gentra sotiladi. Men bu 259 ni aytdim. Ya davom ettirib keting. Kia K5 2023-yil 310 milyon so'm pul. Bir dana petnosi bor, ko'rib tekshirib olaverasiz. GT Line diskalari turibdi. Ideal holatda 20 ming probeg. Bunu bilasiz, obzorni ishlaymiz. Yana bir marta aytib o'tib ketaman. Bu mashinamiz 2020-yil Econox Full Amerikanskiy motor bo'ladi. Krasi 100% toza. Nomer ne deydi nomer? Nomerga bir dana like ni bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bizda endi bu yoqqa ko'rib qora mashinalar ham ko'p, bu yoqda Jetourlar hammasi bor. Birma-bir obzor etib o'tib ketamiz. Mashinamizda benzinda 4 tane yangi balonlar tashab berilgan, 100% toza tanir ruxsatnomalari bor. Bundan bor Kia'dan bor, Econox'dan bor, undan tashqari Malibu debman. Gentra Malibu ketdim. Gentra'dan bor. Gentra ham sotiladi. Kelib olaverasiz, xudo xolasa obzorlarni ko'rasiz YouTube'da, Instagram'da. Undan keyin Jetour T95 Jetour 95 plus 350 mi ish qilib bir plan degan mashin bu. Bunun narxi 298, bunun narxi 310, Kia'niki, ammoniki ham 300 milyonu ben banda plus minus satılады. Qisqasi Jetour ham bor bizda. Kelib olaverasiz. Full hemen narsasi bor. Panorama, 360 kamera, ish qilib yo'q narsa o'zi yo'q. Bo'sh balonlari. Banda 2017-yilda ishlab chiqarilgan Tracker, Tracker deb beribman. Captiva. Krasi 100% toza, 80 ming probeg, mijigarlarimiz sonib ketib berilgan. Benzinda yurib turibdi. Avtomashinamiz 225 milyon so'm pul. Prado 120 lik, mashinamiz 189 milyon so'm pul. Krasisi bor, ko'rib tekshirib olaverasiz. Mashinamiz metallarimiz sonib ketilgan. Bu yoqda Malibu bor, 1.5 sotiladi bu ham. Ko'rib tekshirib olaversangizlar bo'ladi. Bu yoqqa ketdi. Xolasozlar yine evvelki Midnight'lar, xolasozlar toza Midnight'lar hammasidan bor. Spark ham bor yedana. Spark 2020-yil toza diskalari bilan turibdi. Mashinamiz 122 milyon so'm pul. Kimga qiziqib turgan bo'lsa, albatta 12 YouTube, Instagram kanallarına abone olib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bu yoqqa yana imbeda sizlarga 158 milyon so'm pula, 13 ming yurgan, krasisi toza bo'lgan, nomerlar ham bo'lgan style qo'yib beraman. 2025, 24 lar bor, 23-yil mexanik ham bor. Gel ko'rib tekshirib olaverasiz yine. Undan keyin imbedana 2 dana akşam olib chiqqan mashinalarimiz. Midnight MCM 175 milyon so'm. Hamma narsasi bor, tayyor holatda Midnight, koja salon. Bu yoqda Style MCM, Kobutlar. Bam 165 milyon so'm. Ko'rib tekshirib olaverasiz. 4 yil hafta savdoda hozircha shu. Like ni bosib qo'yasiz. Ne'matjon ham urgash kerak yana.